kompondan o'g'irlab kelmayapsizmi aka? Yo'q, aka nimaga unaqa deysiz? Qayerdan oldingiz buni? Shu hovlimizdan xudo qaziyotgandim. Ha. Mana shunaqa narsa kelib chiqdi keyin aka. To'g'ri hayron qoldim o'zim. Keyin olib borib ichida kelganmi oldingizda? Shunaqa ob-havolarda, yomg'irlikda bo'lsa ham. 80-70% bu tillaga o'xshayapti. Bizda spektralniy analizimiz bor, apparatimiz. Xo'p. Bunda tekshirib ko'ramiz probalarini. Aka, bunisi tilla chiqyapti-yu, men o'ylagandek 998 proba chiqyapti. Qancha bo'lar ekan u aka? Hozir hisoblayveraman. Xo'p. 1.950 ming so'mdan 1.877.323 ming so'm bo'lyapti, aka. Oho. Lekin buni shunaqa xursand qiladigan joyi ham bor, lekin xafa ham qiladigan joyi bor-da. Buni nima ekan aka? Nima ekan? Buni o'zini tegishli joylariga aloqaga chiqamiz, aka. Biz qolish mumkin emas. Bizga nimaga aka? shu taraflar ham bor. Yo'q, bo'lmasa boshqa joyga sotaman, aka. Yo'q, buni hech qayerga sota olmaysiz buni. Bu davlat mulkiga kiradi, aka. Aka, umuman iloji yo'qmi? Yo'q, buni qayerdan olganman dedingiz? O'zimni hovlimdan aka. O'sha o'zingizni O'g'irlagan bo'lmasa, o'zimni hovlimdan aka. Davlat xodimlariga aloqaga chiqamiz. Agar ular xo'p deysa, sizga 1.877.323 ming so'm sizni qo'lingizga topshiramiz. Agar yo'q deysa, yo'g'ini ko'ramiz. Voy, nimaga aka? Hozir tillachilarga olmani bo'yab olib kiraman. Agar o'xshamasa, keyingi safar iPhone'im olib kiraman. Amerikadan olib kelganman. Steve Jobs podarka qilganlar menga. Hisoblab bering. Endi vashim aynovatchilik qordinglar boru. Endi olmani ham olib keldinglar, men tishlanganini. Bu tillamas-ku, ko'rinib turibdi-ku, yaxshi odam. Qanaqasiga tillamas? Oldin tekshirib ko'ring. Siz tillachimisiz? Ha, tillachiman. Nimaga o'tiribman tillachi bo'lmasam bo'ldi. Oldin tekshirib ko'ring. Ko'rinib turibdi-ku. Ko'rinib turibdi-ku tillamasligi. Ko'rinib turibdi-ku deyishingizni qarang. Tillamasligi ko'rinib turibdi. Mana tekshirib beraman ko'nglingiz xotirjam bo'lishi uchun. O'tirib olavering bemalol. Xo'p. Mana olmiz analizi aytganimdek hech qanaqa tillasi yo'q buni. Olmani o'zini temir moddasi bo'lgani uchun temir ko'rsatyapti. I yana mayda-chuyda qanaqadir metallar. Xullas, o'xshamadi Steve Jobsdan suvenir. Xo'p, nech pulga olib qolasiz? Mana qarang, kraskalari ham yuqib ketdi qo'llarimga. Qotirib ham kelmabsiz kraskasini. Nech pul olmani kilosi? 30 mingmi, 30 mingga olib qolaman, tishlangan bo'lsa ham olmaysiz. Olmani kilosi bilan hisoblayapsizmi? Mana shuncha mehnatim ketdi. Chala qilibsiz mehnatingizni, bo'yaganingizni qarang, ustini qotirmasdan. Bo'pti. Mayli, sizga Steve Jobsdan podarka olib qoling, suvenir qilib qo'yasiz. Mayli, o'sha mehnatingizni hurmati bilan 50 ming beraman, rozi bo'ling. Mayli, xo'p. Aka, buni ko'pkarda yutib oldim. Qanchaga olib qolasiz? Ko'pkar dedingizmi, aka? Ha? Shunaqa narsa ham berishyaptimi? Aka, bu hech narsa emas-ku. Pul, uy, qimmatbaho sovg'a ko'p beriladi. Mashina otlab berishadi. O'z ko'rinishingizdan ham o'xshab turibsiz, bor-ku. Chovog'imman aka. Qayerdan yutib oldingiz endi, aka, buni? Buni Samarqanddan aka, Urgutdan. Bizda ko'pkari ko'p bo'ladi-ku, bilasiz. Probasini bilasizmi? Probasini bilmayman, lekin tilla aka, ko'ryapsiz. Bizning spektralniy analiz bor-da, aka, o'shanda tekshirib ko'ramiz. Lekin chiroyli narsa ekan, aka. Yaxshi, hozir bitta tekshirib ko'ringlar probasini, aka. Bo'ladi aka, bo'ladi. Mana aka, probasini tekshirdim. 589 chiqyapti даже. Zavodskiy narsada bu. Grammini ko'ringlar-chi. Grammi 879.76 bo'lyapti, aka. 879.76 bo'lsa, grammini 1.50 mingdan qilib beraman. Chiroyli antikvarniy narsa bo'lgani uchun. Shunda bu toza tillami aka? Yo'q, toza tillamasi, aka, 585 probali tilla, toza tilla 3.9 bo'ladi, aka. Summasiga to'g'ri keladigan bo'lsa, 923.748 ming so'm bo'lyapti, aka. Hazillashmayapsizmi aka? Yo'q, nimaga hazillashaman, aka? Shu zo'r-ku. 923.748 ming chiqyapti, aka. 924 million qilib bersam bo'ladi. Mana shuni tekst qilib, chiroyli qilib, mayda-chuyda qilib o'tirmaymiz, aka. Klient bo'lib qolasiz mana shu aka. Keyin bola Instagramdan ko'rib kelasiz, to'g'rimi? Shunaqa. Mana aka, 100 million, 200 million, 300 million, 400 million, 500 million. Mana aka, yana 100 million, 600 million bo'lyapti shunda. Bu bilan 700 million, 800 million to'lib ketib qoldi, aka. Vash, to'lib ketdi. Qatga sig'dirasiz endi bular. 900 million. Bu yerda 20 million, hozir men sizga 4 million sanab beraman. Shunda 924 million bo'ladi. Mana aka, 4 million bilan общий 924 million bo'lyapti-da. Nima olib ketasiz endi, aka?
aka otni topib ketaman, otim ham turibdi tashqarida. Otdi deysizmi? Hazillayman, zo'rni qilar ekansizlar. Rahmat sizga. Hop, sog' bo'ling aka. Xo'p.